Assalomu alaykum. Kunlik namoz vaqtlari kanaliga xush kelibsiz. 9-dekabr O'zbekiston namoz vaqtlari barcha viloyatlar uchun. Hozir sizlarni Oynajahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman, shodman. Azizlar, barcha beminnat xizmatlarimiz faqatgina siz azizlar uchun. Shunday ekan, iltimos kamtarona mehnatimizni qadrlab, videolarni oxirigacha ko'rib, kanalda yangi bo'lsak obuna bo'lib, bittadan like ni bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Eslatma: yangi namoz boshlagan aka-uka opa-singillarimizga eslatma sifatida mana namozda necha rakatdan iboratligini oydin ravshan qilib yozib ko'rsatganman. Azizlar, shunga qarab o'qib boraverasizlar, xudo xolasa. Azizlar, like bosish tekin, like uchun sizdan pul ketmaydi. O'sha uchun like ni bosamiz, videoni oxirigacha ko'ramiz, obuna bo'lamiz va yaqinlarga yuborishda bardavom bo'lamiz. Telegram kanal ochganman. Telegram kanalda ismimizni boshiga zakrli, ya'ni bog'lab qo'yaman ismimizga. Iltimos Telegram kanalga o'tib obuna bo'lishni yoddan chiqarmang. Ba'zi sabablarga ko'ra bu kanalimda namoz jadvali chiqmay qolsa, Telegram kanalimda xudo xolasa har kun chiqib boradi. Nasib inshaalloh. Shunday ekan, azizlar, biz bilan birga bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zingizni ehtiyot qiling.